Assalomu alaykum, hurmatli magistrantlar, hurmatli ochiq dars ishtirokchilari. Bugungi ma'ruzamizni mavzusi maktabgacha ta'lim muassasasidagi jismoniy tarbiya sog'lomlashtirish ishlari. Buning ko'rib chiqiladigan rejadagi savollarimiz maktabgacha yoshdagi bolalar bilan jismoniy tarbiya sog'lomlashtirish mashg'ulotlarining uslubiy xususiyatlari. Ikkinchisi, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun zamonaviy ta'lim va sog'liqni saqlash uslublari. Birinchi masalani ko'rib chiqadigan bo'lsak, maktabgacha yoshdagi bolalik davri bu sog'lom turmush tarzi poydevori qo'yiladigan va shaxsning shakllanishi sodir bo'ladigan eng muhim davrdir. Aynan shu yoshda harakat qobiliyatlari va ko'nikmalar rivojlanadi va takomillashadi. Harakat tajribasi boyitiladi, organizmning funksional tizimlari va jismoniy sifatlari rivojlanadi hamda immun tizimi mustahkamlanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun jismoniy tarbiyaning o'ziga xos xususiyati bu uning psixik, shaxsiy, intellektual, estetik va axloqiy rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqligidir. Maktabgacha yoshdagi bolalarning sog'lig'ini saqlash va yaxshilash, ularga sog'lom turmush tarzini singdirish va jismoniy rivojlanish maktabgacha ta'lim muassasalari va jismoniy tarbiya tashkilotlarining asosiy maqsadlaridan biridir. Hozirgi vaqtda maktabgacha yoshdagi bolalarning muvaffaqiyatli jismoniy tarbiyasiga to'sqinlik qiladigan ayrim muammolar mavjud. Ular quyidagilardan iborat. Maktabgacha ta'lim muassasalari va jismoniy tarbiya tashkilotlarining asosiy maqsadi bu maktabgacha yoshdagi bolalarning sog'lig'ini saqlash va mustahkamlash, ularda sog'lom turmush tarziga va jismoniy mukammallikka ehtiyojni shakllantirishdir. Bugungi kunda bolalar jismoniy tarbiyasini muvaffaqiyatli olib borilishiga to'sqinlik qiluvchi quyidagi muammolarni sanab o'tsak bo'ladi. Birinchisi, ota-onalarda sog'lom turmush darajasini pastligi, ota-onalarni o'zlarida farzandining intellektual rivojlanishini jismoniy rivojlanishdan yuqori qo'yishidir. Bu yerda ota-onalar bilan sog'lom turmush tarzini targ'ibot qilish masalalarida ham ancha ishlarni, keng miqyosdagi ishlarni amalga oshirishimizga to'g'ri keladi. Keyingisi, bolalarni harakat faoliyatiga bo'lgan ehtiyojlarini to'liq qondirilmasligi. Bu bolalar tiyraklik vaqtini kamida 50-60%da harakat qilishlari zarur. Lekin bu ko'rsatkichga erishish uchun albatta bog'chadagi mutasaddi xodimlar, ota-onalar bunga katta e'tibor berish kerak. Bolani yugurma, sakrama, jim o'tir degan tanbehlarni amalga qilish kerak emas. Keyingisi, bolalar jismoniy tarbiyasi va sog'lig'i bo'yicha jamoatchilik fikrini shakllantirish bilan shug'ullanadigan tashkilotlar va muassasalar tomonidan jamoatchilik fikrini shakllanishini o'rganilmaganligi. Bu esa o'sib kelayotgan avlod taqdiriga xavotirlikni olib keladi. Bolalar bog'chalari va oila uchun jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish bo'yicha ishlarni tashkil etishda moddiy texnik bazaning yetishmasligi. Bu endi tabiiy hol, chunki bunga erishish uchun albatta iqtisodiy masalalar bor, muammolar bor. Lekin shunga qaramasdan hozirgi kunda hukumatimiz tomonidan, prezidentimiz tomonidan bu maktabgacha ta'lim muassasalarini moddiy texnik bazasini rivojlantirish va zamonaviy jihozlar bilan jihozlash masalalariga e'tibor juda qaratilyapti va bu masalani yechimi topilishi kerak. Zamonaviy jihozlar bilan jihozlanganda bolalarni ham intellektual, ham jismoniy rivojlanishi uchun imkoniyat yuqori bo'ladi. Keyingisi, ilmiy asoslangan jismoniy tarbiya dasturlari.
va texnologiyalarni qo'llanishdagi kamchiliklar. Albatta biz jismoniy tarbiya dasturlarini bu maktabgacha ta'lim muassasalaridagi bu jahon tajribasini o'rgangan holda o'zimizning milliy urf-odatlarimiz, milliy qadriyatlarimizdan, mentalitetimizdan kelib chiqqan holda bunday jismoniy tarbiya dasturlarini yangi texnologiyalarni qo'llagan holda yanada mukammallashtirishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi bolalar bog'chasida faoliyat yuritayotgan tarbiyachilar va jismoniy tarbiya yo'riqchilarining kasbiy kompetentligi darajasini yetarli emasligi. Endi siz mana O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida tahsil olayotgan ekansiz. Bu masalalarda sizlar ham ko'proq o'z ustinglarda ishlab, yangiliklarni o'rganib, mana shunday yangiliklar asosida mana shu har xil uslubiy qo'llanmalar yaratishga o'z hissalarini qo'shishinglar kerak. Bu masalada biz ham universitetimizni professor o'qituvchilari ham bu borada kengroq va batafsilroq va konkret yangiliklarni kiritgan holda shu uslubiy qo'llanmalarni yaratishga o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. Keyingisi sog'lomlashtirish ishlarini tashkil etish va bolalar jismoniy rivojlanishini ta'minlashda tarbiyachilar, tibbiy xodimlar va jismoniy tarbiya yo'riqchilari uchun moddiy va ma'naviy rag'batlantirish imkoniyatlarini hali yetarli darajada emasligi. Chunki bu masalalar ham mana shu sohada ishlayotgan xodimlarni demak o'zini ustida ishlashi, bilimi, malakasi ko'nikmasini oshirishga bo'lgan motivatsiyani uyg'otadi. Keyingisi mahalliy sharoitlarni, ya'ni iqlim, uy-ro'zg'or, milliy an'analar, moddiy texnika bazani mavjudligini hisobga olmaydigan standart jismoniy tarbiya dasturlari va usullaridan foydalanish. Buni boya aytdik. Bu masalada demak siz bilan biz jahon tajribalarini o'rgangan holda bu masalalar ustida ish olib borishimiz kerak. Keyingisi maktabdagi jismoniy tarbiya darslarining o'quv metodikasini bolalar bog'chalarida qo'llanishi, tashkiliylik, jamoatchilik, rasmiy yondashuv. Bu maktabdagi jismoniy tarbiya darslarini o'qitish metodikasi bilan maktabgacha ta'lim muassasalaridagi darslarni o'quv metodikasi tubdan farq qiladi va bu masalalarda demak juda jiddiy yondashishimiz kerak bu masalalarga. Keyingisi salomatligi holatida og'ishlari bo'lgan bolalar uchun dasturlarning yetishmasligi. Mana hozir inklyuziv ta'lim deyilyapti. Inklyuziv ta'limda mana shunday bolalar tarbiyalanayotgan bo'lsa, bu bolalarga ham o'zlarini salomatligi holatidagi og'ishlaridan kelib chiqqan holda dasturlar bo'lishi kerak va shu asosida bu bolalarda ham jismoniy tarbiyaga, sog'lom turmush tarzini shakllanishiga bo'lgan qiziqishlarni, motivatsiyasini uyg'otishimiz kerak. Va oxirgisi sog'lomlashtirish ishlarining samaradorligini baholash maqsadida bolalar jismoniy tayyorgarligini monitoring qilishni muntazam amalga oshirilmasligi. Bu albatta hozirgi kunda juda ham dolzarb masala. Monitoring qilishimiz kerak. Monitoring qilgan holda buni xulosalari sifatida tahliliy materiallarni xulosasidan kelib chiqqan holda yuqorida aytilgan kamchiliklarni bartaraf qilish yo'llarini izlashimiz kerak va shunga yarasha mutasaddi tashkilotlarning qarorlarini chiqarishga kerak bo'lsa, hattoki shu ta'lim to'g'risidagi qonunga ham mana shu maktabgacha ta'lim muassasalaridagi ta'lim tarbiya masalalariga
qo'shimcha o'zgartirishlar kiritish masalalarini ham ko'tarishimiz mumkin. Endi ikkinchi savolga keladigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari uchun zamonaviy tarbiya sog'lomlashtirish uslublari bu bolalar jismoniy tarbiyasida ishlatiladigan usullar bolalar harakat ko'nikmalarini shakllantirish va jismoniy imkoniyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Umuman olganda, usul bu shaxsning belgilangan maqsadlarga erishishi borasidagi amaliy harakatlari hisobidan iborat. Ular quyidagi guruhlarga bo'linishi mumkin. Ulardan birinchisi namoyish qilish, so'zli va amaliy usullar. Bu barcha usullar bir-biri bilan yaqin aloqada bo'lib, bolalar jismoniy tarbiyasining to'liq jarayonini ta'minlaydi. Namoyish qilish usullaridan asosiy o'rinda harakatlarni ko'rsatish joy oladi. Bu namoyish qilish namunali bo'lishi va taqlid qilishga undashi kerak. Namoyish qilish samarali bo'lishi uchun bolalarni yaxshi tashkil qilish va kuzatish sharoitlarini yaratish zarur. Harakatni ko'rsatish saf tortilgan holatda amalga oshirilsa, oldingi qatorda kichik bo'yli bolalar turishi kerak. Chunki ko'rsatilayotgan, namoyish qilinayotgan har qanday harakatni barcha bolalar to'liq yaqqol ko'ra olishiga sharoit yaratishimiz kerak. Agar pedagog harakatni bolalar harakat qilayotganda ko'rsatsa, unda u ularga qarshi borishi kerak. Agar aylana ichida bo'lsa, bolalar yonida turishi kerak. Maqsad o'sha hamma bolalar namoyish qilinayotgan harakatni to'liq ko'rishi kerak. Odatda harakat bir marta ko'rsatilmaydi. Birinchi namoyish qilish umumiy tushuncha beradi. Uni o'zlashtirganda alohida elementlar, detallar ko'rsatiladi, ya'ni qisman ko'rsatishdan foydalaniladi. Endi bu hali bola bo'lgani uchun ularni diqqatini jam qilishimiz kerak. O'shaning uchun ham bir marta ko'rsatganda qo'yilgan maqsadga erishishimiz qiyin. Uni takroran ham ko'rsatishimiz kerak. Namoyish qilishdan oldin bolalarga qaysi elementga diqqatlarini qaratishlari kerakligi haqida xabar berishimiz kerak. Eng murakkab harakatlarni bolalar bilan alohida pozitsiyada, ya'ni yuzma-yuz turgan, orqa bilan turgan, orqadan yon tomondan ko'rsatish lozim. Namoyish qilish har doim tushuntirish bilan birga bo'lishi kerak, ya'ni harakat ko'rsatiladi va bir vaqtning o'zida so'z bilan bu tushuntirilib boriladi. Namoyish qilib berishda bolalarni albatta jalb qilish kerak. Bu usul ularga ijobiy ta'sir qiladi, harakatga qiziqish va uni imkon qadar yaxshi bajarishga intilishni shakllantiradi. Harakatni to'g'ri tasavvur qilish uchun namoyish qilishda ko'pincha vizual vositalardan foydalaniladi. Bu nimalar bular? Bular rasmlar, fotosuratlar, diapozitivlar, slaydlar bo'lishi mumkin. Vositalar oddiy va rang-barang bo'lishi kerak. Bolalar ularni mashg'ulotlardan bo'sh vaqtlarida ko'rishi mumkin, ko'rishi ham shart. Bolalar bilan ishlashda ko'rish orientirlariga e'tibor berish kerak. Bu narsalar, o'yinchoqlar, polning belgilanishiga, polga chizilgan chizmalarni belgilanishiga e'tibor qaratish kerak. Bular eng murakkab harakat texnikalarini o'zlashtirishga yordam beradi va ularni yanada chaqqonroq bajarishga malaka hosil qiladi. Bolalar masalan to'pni to'siqdan o'tkazish, arqonda sakrab o'tish, qo'l bilan osilgan lentaga tegish, osib qo'yilgan lentaga qo'l bilan tegish, kuch bilan harakat qilishga intilish kabilar. Ko'rish orientirlari bolalarni harakat texnikasini muvaffaqiyatli o'zlashtirishga undaydi. Mashg'ulot qiziqarli, emotsional, bolalarning yuqori faoliyati bilan o'tadi. Bunga albatta e'tibor berishimiz kerak, chunki bolalar
o'yinni yaxshi ko'radi. O'yin e, orqali bolalarda ana shu harakat ko'nikmalarini hosil qilish osonroq bo'ladi. Keyingisi so'zli usullar bo'lsa, bu bolalarning fikrlashini faollashtiradi. Jismoniy mashqlar haqida aniq vizual tasavvurlarni yaratishga yordam beradi. Tushuntirish bolalarga harakatning mohiyatini ochib beradi. Buni albatta qisqa, aniq, qulay, obrazli va bolalar rivojlanishi darajasiga mos ravishda amalga oshirish kerak. Shoshilmasdan amalga oshirish kerak, chunki bolalarning hammasi bir xilda buni idrok qilishi qiyin. Tushuntirish hayajonli, to'g'ri til bilan jismoniy tarbiya atamalaridan foydalangan holda yetkazilishi kerak. Qanaqa bu atamalar? Misol uchun buni har qanday jismoniy tarbiya darsimiz saflanishdan boshlanadigan bo'lsa, buni bir qator sherengaga, kolonnada turish yoki dastlabki holati degan atamalar bor. Bularni bolalarga qayta gap aytib tushuntirib berish kerak. Vaholanki keyingi buyruq berilganda saflaning, bir sherengaga yo bitta kolonnaga saflaning deganda bolalar qanday saflanishni bilish kerak. Mashq bajarishda ham dastlabki holat deb turib boshlanadigan bo'lsa, bola shu mashqdan oldingi turish holati, ya'ni dastlabki holatini to'g'ri tushungan holda bajarishi kerak. Tushuntirishda harakatdagi muhim jihatlarni ta'kidlash va diqqatni qaratish lozim. Tushuntirishning mazmuni bolalar jismoniy tayyorgarligining individual xususiyatlariga qarab o'zgarishi ham mumkin. Rasmlar bolalarda jismoniy madaniyatga bo'lgan qiziqishni uyg'otish maqsadida ishlatiladi. U tarbiyachi tomonidan tayyorlanadi yoki kitobdan olinadi. Rasmlarning qiymati shundaki, u yangi material, ya'ni masalan yangi o'yin qoidalarini tushuntirish va bolalarga qiziqarli hikoyaviy shaklda ko'rgazmali ko'rinishda taqdim etiladi. Keyingisi amaliy usullar, bu tajriba orttirish jarayonida qo'llaniladi. Jismoniy faoliyat bolalarni faoliyat ko'rsatishi va harakat ko'nikmalarini o'zlashtirishga, jalb qilishga xizmat qiladi. Tushuntirish va namoyish qilishga tayangan holda tarbiyachi o'z ta'lim jarayonida amaliy usullarni qo'llaydi. Ushbu usul bolalar faoliyatini ijtimoiy va sport tadbirlarini tashkil etish orqali o'z ichiga oladi. Bolalar bog'chasida jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish ishining mazmuni keng ko'lamli va ko'p jihatli hisoblanadi. U asosan sog'liqni saqlash, jismoniy rivojlanish, bolalarning ijtimoiylashuvi va umumiy tarbiyasini ta'minlashga qaratilgan. Bu yerda jismonan demak sog'liqni saqlash, jismonan rivojlanish bilan bir qatorda bolalarning ijtimoiylashuviga e'tibor beriladi, chunki bular ertaga shu jamiyat a'zosi sifatida boshqa ta'lim muassasalarida ta'lim olishi paytida bu ijtimoiylashuvi juda ham kerak bo'ladi. Jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish ishlarining samaradorligi shart-sharoitlar, usullar, texnologiyalar, materiallarni tayyorlash va dasturlarning puxta bajarilishiga bevosita bog'liq. Jismoniy tarbiyaning mazmuni bolalar jismoniy tarbiyasining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq. Bolalar jismoniy tarbiyasining nazariy va amaliy masalalari bolalar bog'chalari faoliyatining boshqa masalalari bilan ham uzviy bog'liq. Bog'cha rahbari, tarbiyachilar, jismoniy tarbiya murabbiylari, psixologlar, muassasa tibbiy xodimlari, ota-onalar o'rtasida ijtimoiy hamkorlik jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish ishlarini rivojlantirishga yordam beradi.
Jismoniy tarbiyaning mazmuni bolalar jismoniy tayyorgarlik dasturlari asosida belgilangan namoyish qilishlariga ko'ra muassasa tomonidan amalga oshiriladi. Bu yerda ota-onalar o'rtasidagi demak hamkorlik deb aytildi. Bu judayam muhim masala. Buni mavzuni boshida yoritilishida ham ota-onalarni sog'lom turmush tarzini shakllanganlik darajasi pastligini ota-onalarda aytdik. Bu yerda agar ota-onalarni jalb qilib, ota-onalarni o'ziga ham shu bolalarni demak sog'lom turmush tarzini shakllantirishda bolalarini qiladigan ishlari aytib berilsa, yo'l yo'lakay bu masalalarda demak ularga metodik yordam berilishi kerak. Uy vazifalari berilganda bolalarga ota-onalarni demak bu yerda roli juda katta bo'ladi. Bola jismoniy tarbiyasi jarayonida sog'lomlashtirish ishlarining eng muhim xususiyati sog'lom bolalar uchun to'g'ri, mukammal shakllanishni ta'minlashdan iborat. Ular bolalarga turli xil jismoniy faoliyatlarda qatnashish orqali jismoniy tarbiya ko'nikmalarini berish, mustaqil ishni tashkil qilish, yangi jismoniy o'yinlarga qiziqishni uyg'otish va ularni faoliyatda ishtirok etishga rag'batlantirishga xizmat qiladi. Sog'lomlashtirish ishlarining mohiyati bolalar o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, jismoniy madaniyat, jismoniy faoliyat ko'rsatish va jamoaviy faoliyatga bo'lgan qiziqishni kuchaytirishdan iboratdir. Buning natijasida bolalar sog'lom, faol va quvnoq bo'lib o'sadi, kasalliklarga qarshi kurashish qobiliyatlari rivojlanadi, kuch-qudratni to'plash va mustahkamlash imkoniyatlariga ega bo'ladi. Ota-onalar va muassasa xodimlari jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish ishlarini rejalashtirish va tashkil qilish jarayonida birgalikda ishtirok etishlari zarur. Ota-onalar bolaning jismoniy tarbiyasida tarbiyachilar takliflarini qabul qilib, o'z farzandlari uchun sog'lom turmush tarzini yaratishlariga yordam berishlari lozim. Bu masalada juda maktabgacha ta'lim muassasalari ko'p qiyinchiliklarga uchraydi. Endi chunki ota-onalar ham mehnat qiladi, ishlaydi, lekin shunga qaramasdan bu masalalarni yechimini topishimiz kerak. Jismoniy tarbiya sog'lomlashtirish ishining samaradorligi farzandni sog'lom o'sishi va rivojlanishi uchun qulay sharoitlar yaratish, pedagogik nazorat, jismoniy tarbiya yo'nalishidagi dasturlarni amalga oshirish, bolalarning ijtimoiy faoliyatlarini ko'rsatish orqali mustahkamlanadi. Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish ishi tarbiyachilarning professional darajasi, jismoniy tarbiya usullari va bolalar ta'limida o'zaro hamkorlikni kuchaytirish bilan bevosita bog'liq. Bu bolalar uchun sog'lom va samarali ta'lim sharoitlarini yaratishga olib keladi. Davlat ta'lim standartiga muvofiq bolalar jismoniy tarbiyasining maqsadi sog'lom turmush tarzini shakllantirish va uni qadrlash, jismoniy va ruhiy salomatlikni himoya qilish va mustahkamlashdir. Ushbu hujjatda jismoniy rivojlanish bolalar tarbiyasi va ta'limining yo'nalishlaridan biri sifatida harakat faoliyatida tajriba orttirishni, jumladan organizmning tayanch harakat tizimini to'g'ri shakllantirishga, muvozanatni rivojlantirishga, harakatlarni muvofiqlashtirishga, qo'llarning katta va kichik motorikasini rivojlantirishga qaratilgan mashqlarni bajarishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, asosiy harakatlarni, ya'ni yurish, yugurish, yumshoq sakrashlar, ikkala tomonga burilishlar, bu harakatlarni to'g'ri, organizmga zarar yetkazmaydigan usulda bajarish ham muhimdir. Bundan tashqari, jismoniy tarbiya jarayonida
Bolalarda sportning ayrim turlari haqida dastlabki tushunchalarni shakllantirish, qoidalar bilan harakatli o'yinlarni o'zlashtirish, harakat sohasida maqsadga muvofiqlik va o'zini o'zi tarbiyaga solish jarayonlarini shakllantirish, sog'lom turmush tarzini qadrlash, uning oddiy normalari va qoidalari, ya'ni ovqatlanishda, harakat rejimida, foydali odatlarni shakllantirishda va boshqalar bilan tanishish maqsadida amalga oshirilishi zarur. Bizning bu mavzudagi umumiy demak ma'lumotlar shundan iborat. Lekin kengaytirilgan ma'lumotlar Hemis dasturida keng darajada yoritilgan, kiritilgan. Buni sizlar Hemisga kirib turib o'sha materiallardan foydalanishingiz mumkin. Universitetning axborot resurs markazida ushbu fanimiz bo'yicha asosiy adabiyotlar va qo'shimcha adabiyotlar kiritilgan. Undan ham foydalanishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.